Iltimos yuqoriga chiqing. Ketishdan oldin qahva ichib ketasiz. Gapirsang-chi. Sanjayni birinchi ko'rganimda yo'qtirib qo'yganman. Lekin Sanjayni allaqachon uylanganini bilgach juda ham xafa bo'lib ketdim. Negadir doim Sanjay ofisda menga qarayotgandek bo'lib tuyulardi. Vaqtimni faqat Sanjay haqidagi shirin xayollar bilan o'tkazardim. Shu tariqa uni kundan kunga yanada ko'proq sevib qola boshladim. Hashilpa, men pastdaman. Iltimos yuqoriga chiqing. Ketishdan oldin qahva ichib ketasiz. Kech qolyapmiz, Shilpa. Iltimos janob, meni xona raqamim 100. Xo'p. Kechirasan, mashinada bo'laman. Sira xijolat bo'lmang. Agar qarshi bo'lmasangiz. Iltimos yuqoriga chiqing. Ketishdan oldin qahva ichib ketasiz. Gapirsang-chi. Sanjayni birinchi ko'rganimda yo'qtirib qo'yganman. Lekin Sanjayni allaqachon uylanganini bilgach juda ham xafa bo'lib ketdim. Negadir doim Sanjay ofisda menga qarayotgandek bo'lib tuyulardi. Vaqtimni faqat Sanjay haqidagi shirin xayollar bilan o'tkazardim. Shu tariqa uni kundan kunga yanada ko'proq sevib qola boshladim. Hashilpa, men pastdaman. Iltimos yuqoriga chiqing. Ketishdan oldin qahva ichib ketasiz. Kech qolyapmiz, Shilpa. Iltimos janob, meni xona raqamim 100. Xo'p. Kechirasan, mashinada bo'laman. Sira xijolat bo'lmang. Agar qarshi bo'lmasangiz.